Hi everyone, welcome to Thai Language Training Center, New Concept English Video Classroom. And today we will learn lesson 39, Don't Drop It. Okay, sağolashlar yaxshimisizlar? Bugun mana 39 dars kapdik. Bugungi darsimizning temasi Don't Drop It. Okay, Don't Drop It. Hamma qaranglar. Nima ekan? Nima sunatda Don't Drop It. Tashlab etmang, qo'lingizdan tushirib etmang, to'g'rimi? Xo'sh, qaranglar, don't drop it. Nima tushirib etmang, tashlab etmang degandek. And that don't bother me. All right? And the bother me degan, and daxliq qilmoq, qarshilik qilmoq, jiylik qilmoq, chiq tegmak degandek. Don't bother me. Men bir jiylik qilmasam, meni chimib tegmasam, shunday voy yoki bir xil degandek. And stand up deganchu. Stand up, o'rnidan turmang. And don't stand up, bo'lsa, o'rningizdan turmang. Okay? O'rningizdan turmang. Don't stand up. Okay, don't stand up. Xo'sh, endi sit down degan o'tirang. Don't sit down. Voy o'tirmang. Don't make a noise. Okay, varang-churang qilmang degandek. Demak, endi shu jumlaga biz qarasak, endi don't bother me, don't stand up, don't sit down degandek hammasini nima desam, bu yerga buyruq xarakterlik jumla. Demak, bir buyruq jumla, shunami? Endi bugun mana shu buyruq jumlalarning bir necha xil shaklini o'rganib chiqamiz. Xo'sh, yangi so'zlar keldi. Endi birinchisi nima desam, front. Okay, front. Front deganimiz oldi. Front deganimiz oldi. And that's in front of ning oldida. In front of. Okay, in front of was nima? Ning oldida. Again, careful. Careful deganimiz ehtiyotkorlik bilan. Be careful, ehtiyot bilan, shunami? Vase, all right? Vase, lo'nqa. Drop, tushib ketmak, tushmak, shunami? Drop. Okay? Flower. Okay, flower deganimiz nima? Gul. Flower deganimiz gul. And the front, qaranglar, frontga oldi shnami? Masalan, front door oldi shik. Odatda masalan cho'ng shik, masalan, talardan uyimizga kiradigan cho'ng shikni nima deymiz? Front door deymiz. Front door. And a front desk chu. Masalan, shirkatga yoki doktorxonaga yoki cho'ng bir organlarga kirsanglar, endi sizlarni kutib olgan bir ish bor, chentay deb qo'yamiz-ku. Kutib olish supsi. Shuni nima deymiz? The front desk. You know, front desk. Okay? And please come to front. And bu shu oldiga keling. Balkim shu geografiya o'rganganlar biladi, oldi fronet. Fronet deb qo'yilgan. Mayli, bo'ron chiqishi ham o'yig'ishning nimasi fronet deb qo'yichu. Ana fronet degan shu front, oldi degan gap. Fronet, oldi shunami? Masalan, she is at the front desk. And u nada kutib olish supsida. Kutib olg'ayada shu chentayda degan gap shunami? She is at the front desk. She is at the front desk. Masalan, you can enter from the front desk. Siz nadan kirsangiz bo'ladi. Shu eshikdan, you can enter from the front desk. Shu oldi eshikdan qanaqa qilsangiz bo'ldi, kirsangiz bo'ldi. Okay, kirsangiz bo'ldi. Demak, on the front deganimiz nima desanglar, bolalar? Oldi. Okay. Endi qarasanglar, in front of bilan in the front of niki farq bor. Ammo in front of deganning oldida bo'lsa, in the front of bo'lsa, bir narsaning ichining oldida bo'ladi. Qaranglar rasmga. Oqsam ekan mashina. Wow. Masalan, he is standing in front of the bus. Oqsa avtobusga nima u? U avtobusning oldida ekan, shunami? He is standing through it in front of the bus. Avtobusning oldida. Okay, what about this? Next one. Next one is the driver is sitting in front of the bus. Okay. In the front of the bus. Demakchi, shofer shu avtobusningki oldida, shunami? O'tirib etibdi. Demak, the driver is sitting in the front of the bus. Shu avtobusning oldida qanday qo'yibdi? O'tirib etibdi. Demak, in front of, in the front of. In front of, in the front of. In the front of ning bir narsaning ishining oldida. Okay. Masalan, in front of the bus. Masalan, the car is in front of the bus. And the mashina, a pickup, avtobusning oldida. And the manancho, whiteboard cho balla in front of the classroom.
Mesela the whiteboard is in the front of the classroom. Demek hem de akdoska ma resimde hem de şu nimenin aldı arasınlar sınıfniki arasınlar oldu tarafında in front of in the front of demek ki bir nesne işçinin aldır bolsa in the front of geldi. Okay, and the careful. Oh, be careful. Careful dediğimiz hem de ihtiyaç kılmak, ihtiyacım olmak. Be careful. Mesela you must be careful. Siz çokum qanday qilishingizz kerak. Ehtiyotchan bo'lishingiz kerak. Careful. Okay. And the careful, care deganimiz shu nima? Kuyinmak, shuni diqqat qilmoq degan gap. And the careless deganimiz ham nima desanlar? Naytdi. Well, less deganimiz emas, degan incarments va. Demas careless deganimiz naytdi. Ehtiyot qilmaydigan, naytdi. Diqqat qilmaydigan degan gap. Careless. Okay, and the carelessness, makendikiniz deganimiz ham da ism yozib qo'yib, carelessness degan shu beparvolik degan gap. Carelessness. Carelessness. Qaranglar, make a mistake. Nima xatolik o'tkazmak. Shunami? Masalan, I made this mistake because of my carelessness. Mening shu because of deganning sababini shunami? Shu beparvoligimning sababini xatolik o'tkazdim. Again, I made mistake deganda shu dexe 70 darslar o'rganamiz, 71-72 darslari. Masalan, oldinchi ketib qopdi. Shunga mazmunni yozib ham qo'ysanglar bolalar. Lekin keyincha qanday qilamiz desanglar, o'rganamiz ham mazmunlarni. Faqat hamda balki ba'zi savodashlar inkos qilib hamda biz takrorlab etsak degan shu yuzini masalan bizning guruhdagi bolalar mazmunni sal qiyroq tuzib yutibdi. Albatta bodo ma'ni chiqirib yutaylar mazmunni. Shunda bo'lsa ham bir ko'rib qo'yinglar. Hech qanday nima emas desanglar. O'shqa emas qo'yamda. Bo'z ko'rib qo'yinglar. Bek voy nimish qiladi deb ketmanglar. Bu keyin tushunib qolasizlar. Okay? Careful, diqqat qiling. Drop. Okay, drop. Qo'limdan tushib ketsin bo'ldi. Drop. Okay. Masalan, don't drop that glass. Okay, stakanni qanday qilib etmang, tashlab etmang. Shunami? Drop. Don't drop it. Masalan, be careful, don't drop it. Oy, diqqat qiling, tashlab etmang. Tashlab etmang. Masalan, do you want to drop that case? Chamadonni tashlab etdingiz bormi? Do you want to drop? Drop. Qoldirib qo'ymoq tashlab. And the drop deganimiz yani tomcha demans bor. Masalan, a drop of water. Bir tomcha nima? Suv. Masalan, some drops of water and bir qancha tomcha suv. A drop of blood. Okay. Masalan, first drop of blood and the tunji bir tomcha qon. Bir Ramboning kinolari bor hamda. Shuningdek tomcha degan shu drop. A drop of blood, bir tomcha qon degan gap shu. Okay, and bular nima ekan bolalar? Gullar shundami? Gul degani flower deymiz. Flower. Masalan, I gave her some flowers. Men uningga bir necha gulni qanday qildim berdim. I gave her some flowers. Men uningga bir necha gul qanday qildim berdim. Give. Masalan, he's picking flowers now. And we are pick deganimiz tamak shunami? And the gulni teramda desang gul uzish deganda pick the flowers deymiz. Masalan, he's picking flowers now. U hozir nima ish qilyapti? Gul uzyapti. Gul uzyapti. Flower. Okay, they are all flower. And we plant flowers in the house. Biz uyga nima ish qildik? Plant qildik. Plant deganimiz termak. Masalan, gul o'stirdik yoki gul teridik deydi. Biz gul terimiz, sorry. We plant flowers in the house.